narxi ham zo'r bo'lsin, etaji ham zo'r bo'lsin degan akalarimizga arzon variantda, yaxshi variantimizni chiqib qoldi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Liftimizni xonadonimiz 3-qavatda joylashgan bo'ladi. Kiraverish eshigimiz mana stroniy shkoflari qilingan. Bu tomondan ko'rib chiqargan bo'lsak, bizani sanuzel qismimizda samishonni holatda bo'ladi va uning yonginasida ayollarning sevimli bo'lgan oshxona qismi. Akalar, uyda nimaiki bo'lsa, hamma narsa qoladi. Investorlar uchun bu zo'r variant. Sirazi olasiz-ku 350-400 dollardan arendator qo'yib beramiz. Talab juda zo'r bu joyga. Xonadonimiz Yangi Hayot tumani 5A da joylashgan bo'ladi. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Ayollarning yotoqxonasi, konditsionerlar bor o'zini. Uni yonginasida ham yotoqxona sifatida foydalanishyapti, lekin zal qilib qo'ysangiz bo'ladi. 2 xonali uy ijaraga juda ham zo'r, tez, talab katta. Yonimizda shundoq metroq, maktab, bog'cha, hamma sharoitli bor. Xonadonimiz 3-qavat, 45 kvadrat, narxi 57.700 dollar kelishadigan joyi bor. Ipoteka qilib olsa ham bo'ladi. Qiziqqani bo'lsa nomer qoldiraman, telefon qo'risi. Telegram kanalida bundan yaxshi variantlar bor. Srochniy uspet qila olmaganlarim Telegramga qo'yibman, kirib tomosha qilib qo'yasizlar.